Tamam psikovat 9 koy 9 ma. Öylermen psikovat 9 koy 9 ma. Ma sergaç psikovat 9 koy 9 ma. Manın bek somenge psikovat soqılımız 9 koy 9 ma. Hazır faaliyet 45 koya. Biz mush filmni cho'ngdirdik. Mahmud Jango'lab qolib biz hozir mango suyini chiqib yuz nomerlarga chaqab ichimiz. Chaqchaq qo'ydik. Degan asos maqsadimiz o'ttash kebablardan tomoqlam yegan do'stlarga kebabni balab qilamiz. Mana ma o'xshab ketgan ma 9 ko'ylaq tangmenda. Yana ichki go'sht bor ekan. Bittal tuxum po'shkal bor ekan. Bundan boshqa mana shunday o'xshagan pisiq kebabmi bor. Tangmenga o'xshash kebab qanday bo'ladi, Rahmonjon? Bek o'xshaydi. Hamsa musha kebab, mush tomoq 9 koy 9 ma. Shuni atirgillam yo'lda o'tib qolamiz. Mush faoliyat qatnashmasangiz bo'ldi. Teyze. Bekten. O'xshab. Mush xaridan ketibsan. Yapaqsan deb mush faoliyat qildik. Biz mush kebabning faoliyati, mush yakshanba, dushanba, seshanba, chorshanba 4 kun, 22-chilarni tot, 23-chilarni tot başında. Ama biz kebabning faoliyati endi o'ttash vaqtimiz Rahmonjon. O'tila. Mavo pek cho'qlab ketdi. Isrof qilmaylar Rahmonjon. Chiqmoqchilar. Mush kebab bilan bular 100 nomer isak, 5 basdan da qo'shdim. Asma o'g'loq kebabimiz qala har shu chorshanba bilan, har shanba kunlik qizliq tushib kelsan o'g'loq kebab 5 o'xshatma o'g'loq kebab turib. Ha, qaysi. Ha, fensel kebab yana. Men kebab ya. Ha, hocam ma parçalaşma. Yitolca. Sırap qilmaylar. Musobaqa o'tkazdik bizmi? Rahmat. Ma bu to'xum va shipshib ketdi mana. Ma o'ttash kebablarni yana alayda bo'lganmish to'qsa. Mana ma to'xumimiz va shipshib mana. Ma so'ngdan ajoyib 2 soat pishirdik ha. Ha, saq 2 soat yetayna. Voy. 2000 gradus qiziqlikda. Bunda 2 soat qo'ygan to'xava. Bunda chiqib chiqildi. Ondan başqa ma bir tal to'xum emas, hozir faoliyat 45 ko'ya, bir tal butun to'xu 2 kilo hatabı chiqqan to'xu 45 ko'y. Ma qo'y kebabimizning kiloslab qalsa 99 ko'y 1 kilo kebabimiz mana. Ma qo'y kebabim o'xshabdi. Payzi mana. 5 soat pishirgan kebabim ma. Edep hiç qanday may qamatmaqma. Mishani tatiblan Mahmudjon yo'llab qo'ysangiz bo'ladi. Kebab yegan ma 100 nomer isak yaman. Odatda men kebab yesam, har vaqt 100% kilo yoqchaman. Ondan başqa las ko'cha tavuk kebabimizmi? Bir tondan bilan 9 koy 9 ma. Menda edamiz kelsangiz bu qo'shaq. Bir yog' chiqmaydi. Qop qara, go'sh 9 koy 9 ma. O'rnolab qolsa ko'nishaydi. Mavo birinchi boshlang'ich tarafdan keyslar, mana mavo Amin Shovchi tarafdan ma birin tarmoq kechqo'laga, mana mush ko'chadan lam tuqilchaqdan tuzmansanglar. Dal mana mush do'kon shu, o'ttash kebablari shu, amiz faoliyatimiz, dushanba, faoliyatimiz yakshanba, dushanba, seshanba, chorshanba, mush faoliyatga qanday qatnashimiz bir tanlam sharti bor. Mushlarga atirgullar haqsiz yurganlar tutlab kelsangiz bo'ladi qala. O'g'loq kebabi bitqanligimi? Masalan, ma o'ttash kebab bitqanligimi? Chorshanba, shanba kuni mana. Butun o'g'loq desanglarmi? Odat o'g'loq kebabimi? O'ttash kebab deymizmi? Har shanba kuni chiqdi. Mana sizlarga yutadilar. Mushunda bo'lgan o'g'loqni, yarar o'g'loqni. Ofirimiz mana. Ha, o'g'loq chaqdi. Ha, mehmondochilikqa oldin zakaz bersanglar, aloqa numarni o'tirib taqsimlamchi. 180 94 98 41 11. Yana bir qitab. 180 94 98 41 11.